Xavfsiz baliq oviga bormoqchiman. Mana o'zim bilan qarmoq olganman. Qaydan baliq ovlash desangiz, u narigi tarafda baliq ovlashga joy bor. Ajratib qo'yilgan. O'sha yerda mazza qilib baliq ovlab o'tiramiz. Qani ketdik. Pastga tushamiz, anani ko'rinyapti. Hozir baliq ovlab o'tiramizda. Qani ketdik, bitta baliq tushsin. Baliq tushishini kutib o'tiramiz. Baliq tusha qol. Keyin u o'rtalarga borib turib mana qilamiz. Qanaqa baliq bu? Birinchi tutgan balig'imiz juda zo'r. Qani bir qayiqda o'tirib boshqa yoqlarga ham borib ko'raylik chiqani. Nima sandiqmi do'stlar? Do'stlar, buni qaranglar, qancha pul bor. Menimcha bu qaroqchilarning xazinasi bo'lsa kerak. Buni merga borib aytish kerak. Tezroq merga borib aytish kerak, merga aytish kerak. Ko'rdinglar qancha oltin bor, almos bor. Merga tezroq yugurib yetib borish kerak. Qani tezroq boramiz. Tezroq. Uzoqdan turib ham eshiklar ochlashyapman. Mer yo'q, demak mer qachondir kelganda aytishimiz kerak. Mahbolaga aytay. Qishloqlar. Nima deysan, faol? Ana yoqda xazina topib oldim. Merga aytinglar. Men bilan tezroq uchrashsin. Xo'p, merga aytib qo'yaman. Yaxshi. Ko'rdinglar, alohida yana bitta video chiqsa kerak. Havo isib ketdi. Sizlarda ham havo shunchalik issiqmi? Kommentariyaga yozib qo'ying. Sizlar bilan faol bo'ldi. Kanalimga obuna bo'ling.